iftorlik payti bo'lib qoldi. 1 minut kech qolaman ekan. Assalomu alaykum do'stlar, qanaqasizlar, tuzumsizlar? Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun dushanba. Qishki kanikullar ham oxirgi haftasi keldi. Keyingi haftadan ish boshlanadi. Hali ham Xitoy yangi yili. Lekin Xitoy yangi yilining oxirgi kunlari, shuning uchun ko'p joylar qisqa ishga qaytgan. Hozir ko'chadaman. Aytgancha havo juda ham sovib ketdi. O'tgan bir hafta bahorga o'xshab qoldi, juda ham issiq bo'lib, lekin bugundan havo shunday o'zgardi. Sovuq. Ertalab yomg'ir ham yog'di. Xullas ko'chadaman. Telefonim to'lgan, joyi yo'q. Kameralarimni SD kartalari ham to'lgan. Yana yangi karta olsam ko'payib ketdi. Kompyuter ham to'lgan, joyi yo'q, shuning uchun video qila olmayapman. Ko'chirib bo'lmayapti o'tga yo bo'tga. Shuning uchun SD kart olishim kerak. Onlayn olsam bo'lardi, ko'chaga chiqmasdan. Faqat kamida 3 kun vaqt ketadi. Hozir hali ham bayram bo'lgani uchun ko'p servisda ishlamaydi. Shuning uchun 3 kundan ham ko'p vaqt olishi mumkin. Shuning uchun hozir ko'chaga chiqdim, magazinlarni ko'raman. Agar o'zimga yoqqan, o'zim xohlagan yaxshi SD kart chiqsa, olaman deb. Sizlarga ham ish ko'rsatmoqchi bo'ldim, vlog qilay deb. Birinchi SSD kart so'rayman deb DJI do'koniga kirgandim. Qarasam, odamlar juda ham oz ekan. Bundan foydalanib, DJI do'konidagi barcha mahsulotlari, kameralari, dronlari, aksessuarlar haqida video tayyorlab oldim. Hozir DJI do'koniga kirdim. U yerda so'ramoqchi bo'lib kirdim. Odam yo'q ekan, shundan foydalanib video qildim DJI do'koni haqida. Ingliz tilida, o'zbek tilida qilmadim. Juda ham uzoq vaqt bo'lib ketdi. Balkim o'zbek tilida boshqa joyda video qilaman. Xo'p, hozir Apple do'koniga boramiz. Balkim u yerda albatta SD kart bo'ladi, SSD, lekin qimmat bo'ladi. Ko'ramiz, sochda ko'ramiz, onlaynda qanaqa, u yerda qanaqa. Agar ko'p farqi bo'lmasa, shu yerda olaman. Zikr 9X turishini qaranglar. Zikr 9X ni ko'rgan bo'lsanglar, juda ham dahshat chiqqan, juda ham premium, luxury. O'tgan hafta test qilayotgandim. Haydab ko'rishga ruxsat berishgandi, lekin Xitoyda pravam yo'q, shuning uchun haydab ko'rmadim. Aytgancha uni narxi Xitoyda 60 ming Amerika dollarida boshlanar ekan. Xitoyda albatta arzon, Xitoy o'zi olsangiz. Endi uni olib O'zbekistonga rasm o'sha qilsangiz, boshqa qilsangiz qimmat bo'lib ketadi. Hop, Kodu bu Apple o'zining do'koni emas, lekin bularda dealerstasi bor. Apple'da hamma anaqasi bor. Apple'da mahsulotlari yaxshi, lekin juda ham qimmatda. To'g'ri aytsam, bu yildan boshlab Apple iPhone'ni yangi iPhone olmoqchi emasman. Chunki 17 Pro Max deyarli hech qancha o'zgarish yo'q. Men o'zimda hozir qaranglar, ajoyib, albatta zo'r, premium, lekin bu Pro Max'i, 17 Pro Max'i 16, 15 Pro Max'lar bilan deyarli farqi bo'lmadi. Shuning uchun yoqmayapti. Agar ko'rgan bo'lsanglar, Xiaomi'ni 17 Pro'sini uni ham ko'rsataman. Ajoyib chiqqan. Bu yerda SD kart qayerda bor ekan? DJI kameralarni ham sotishyapti. Hammasi bor ekan. Do you have SSD? SSD. SD card. No SSD.
Lexer degan brendga bor ekan. Lexer bilaman, juda ham yaxshi brend, lekin qimmat. Ozgina qimmatroq. Skidka ham qilib berishar ekan hozir, lekin baribir qimmatli skidkadan keyin ham. Boshqa do'konni ko'ramiz. Mana shunchalik bo'ladi-da. Juda ham kichkina. This one, right? Xullas, tilni bilishmasa ham, lekin servisni yaxshi qilishga harakat qilishadi. Skidka Lexer 1 terabaytligi bor ekan, 1539 yuan. Skidka 20% deb dedi shekilli, adashmasam. Xullas, skidkadan keyin 1199 mi? Shunaqa berdi. Baribir qimmatroq. Albatta u kichikroq bo'ladi. Telefoningizga ham orqasiga yopishtirib olsangiz bo'ladi. Albatta yaxshi, lekin menga ulari shart emas. SanDisk bo'lganda ham yaxshi bo'lardi. SanDisk adashmasam 700 yoki 800 yuan bo'ladi. 1 terabaytligi. O'sha ham bo'lardi. Xullas, boshqasiga borib ko'ramiz. Qayerda borib. Xiaomi yoki Huawei do'koniga kirib ko'ramiz. Balki ularda bor. Hop, Lenovo do'koni bor ekan. Balki bularda bo'lishi mumkin, so'rab ko'ramiz. Vo, buni qaranglar. Kompyutermi bu, shunchaki ekranmi? SSD, no SSD. Thank you. Bor ekan 1 terabayt, lekin SSD emas ekan. SSD emas, lekin puli 900 yuan ekan. SanDisk kutamiz shekilli onlayn olib. Mana Xiaomi 17 Ultra. Men aytgan Xiaomi Pro Max, mana buni qaranglar, orqasida ekrani bor. iPhone nimaga unaqa chiqarmaydi, bilmayman. Yaxshi-da. Hello. Bu yerda ham yo'q. Endi hozircha uni olib turmoqchiman. Keyin ko'ramiz. 1 terabaytlikda onlayn olamiz. Lekin hozir ishlab turish kerak. Can I have this one? SSD topolmadim, hard drive topolmadim emas, bor ekan, lekin men xohlaganim yo'q ekan, qimmat pul sarflanib kelmadi. Onlayn olamiz, iloji yo'q, lekin hozircha videolarni qilib turish uchun USB oldim, 128 lik. Arzonroq. 128 ga yetadi, bitta ikkita videolarni montaj qilib turish uchun. Shunaqa, endi uyga qaytamiz. Og'iz ochishga taxminan yarim soat qoldi. Uyga borish kerak. Lekin hozir agar 1 terabaytli SSD hard drive olsang dedi, bu 128 lik USB ni qo'shib beraman dedi. Skidkadan kelgan yana. Uni baribir qimmatda. Xitoy yangi yili bayram hisobiga taksilar ham topish qiyin. Taksi aytdim, hozir bu ham 5 minut kutish kerak. 7 minutda 5 minutga tushdi. Odatda uzoq bilan 2 minutda taksi kelardi. Yeah. Xitoyda ham ba'zi Chevroletlar uchrab qoladi. Chevrolet Monza turibdi oldimizda.
iftorlik payti bo'lib qoldi. 1 minut kech qolaman ekan. İftorlikni qilgandan keyin tashqariga yurishga chiqdim. Havo shabada. Odamlar aynan shu chiqqan. Aytgancha Yaponiya zooparkidagi maymun haqidagi videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Onasi tashlab qo'ygan kichkina maymuncha haqida. Hozir o'qib qoldim. Bilasizlar, o'sha maymun o'ynayotgan o'yinchoqni IKEA sotar ekan. O'sha o'yinchoqning orqasidan juda katta foyda qilibdi mana shu kunlarda. Juda ham qiziq. Odamlar, hozirgi paytda odamlar ko'proq hayvonlarga e'tibor ko'proq beryapti. Hatto odamlarga nisbatan. Xitoylarni menga yoqqan taraflaridan bittasi doim bular band bo'ladi, nimadirlar bilan shug'ullanib. Hozir ham soat 8 dan o'tdi, 9 ga boryapti, lekin yoshi kattami, kichkinami tashqarida stol tennis o'ynayapti. Yosh kattalar, yoshlar bilan birgalikda ularning yonida yosh kattalar raqs tushib, o'zini badan tarbiyalarini qilyapti. Harakatda doim. Albatta bu ovqatni hazm qilishning zo'r yo'li. Bu yerda trenajyorniy zal ham ochilgan. Yashayotgan joyimizda o'zini shunaqa kichkina trenajyorniy zali bor. Dahshat emas, lekin kerak narsalar bor. Buni ishlatib o'zimcha challenge qilmoqchi edim. 30 kunmi, 20 kunmi har kuni 1 soatdan yugurish. Lekin yaqinda buni tuglarni uzib, ana qog'ozda yopishtirib qo'ydim. Uchalasiga ham bilmayman nimaga. Bittasini yoqib ko'rsam yonmadi. Tarjima qilib o'tirmadim, nimaga bunaqa bo'ldi. Ishlaganda ham vaqtim bo'lmasdi. Lekin shu challenge qilmoqchiman. Balkim 30 kun qilamiz, har kuni 1 soatdan yugurish. Nasib. Xulosa shunaqa.